Videoni saqlab qo'ying, ham fokus o'rganib olasiz, ham $50 yutib olasiz. Biz esa fokusni o'rganishga bugun shu fokusni o'rgataman, diqqat bilan qarab turinglar. 24-fokus bo'ladi. Rezinkani ushlaymiz. Ikkalasi ham bus-butun va o'rtasida o'sha bitta tortadigan bo'lsak, rezinkamiz chiqib ketadi. Buni sirini topa olmagan bo'lsangiz, men sizga hozir buni o'rgataman. Sababi 100 ta fokus o'rgatish challenjiga start berganman va bu 24-video bo'ladi. Endi siz mening profilimga obuna bo'lib, faqatgina fokuslar o'rganmasdan ham fokus o'rgataman, ham pul to'layman. Har bitta qo'ygan postlarimga chiroyli kommentariyalar va layklar bosib turing va istoriyalarimga har kuni qo'yadigan istoriyamga olovchalar va har xil reaksiyalar qoldiring. Bir oy oxirida eng faol ishtirokchini aniqlab, shu $50 ni topshiramiz. Buni qo'limizga taqamiz. Rostakamiga butun. Va buni o'tkazadigan paytimizda rezinkani bu joyini bosh barmog'imizga to'g'irlashimiz kerak bo'ladi. Rezinkani o'tkazadigan paytda. Va buni bu yoqqa to'g'irlab, bitta tortsak o'zi chiqib ketadi. Tez bajarishni o'rganib olishinglar kerak mana.